Hurmatli O'zbekistonning qishloq xo'jalik bilan shug'ullanayotgan barcha xodimlar, fermerlar, mana bugun biz Krasnodarskiy krayda super elita navining yaralishi bo'yicha qisqacha ma'lumot beraman. Mana shu maydonga pitomnik sorti ekilgan. Pitomnik sorti ekilib, super elita navi yaratiladi. Yaratilish texnologiyasi shunday. Mana bu traktor yurayotgan maydon har haftasiga chizilanib turadi. Mana ko'ryapsiz. Mana bu tarafda ham xuddi shunday mana yo'lakcha qilingan. Har oralig'i 50 sm. Mana bunday ekilgan jarayonni mana ko'ryapsiz. Har bitta o'simlikning orasi 40 sm. 1 metr kvadratga 110 dona, 120 dona ekilgan. Shundagina siz super elita navlarini yaratishingiz mumkin. Ayrimlar 1 metr kvadratga 550 dona, 600 dona ekadi. Super elita navini yaratdim deydi. Aslida umuman texnologiyaga to'g'ri kelmaydi. Super elita navi bilan elita navini yaratish texnologiyasi mana o'shanday bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz. Yana bir marta ko'rsataman. Yo'lakchalar qilingan. Mana undaysiga yo'lakchalar qilingan. Mana ko'ryapsiz. Mana bu oraligida ham mana ko'ryapsiz. Har bitta oraligida undaysiga ham yo'lakchalar qilingan. 1 metr kvadratga 110 dona, 120 dona tushgan. Mana ko'ryapsiz. Mana shu texnologiyada ekilish kerak. Juda ham serak. G'allalar birantasi kasallanmagan, turli ximyo robotga qilingan. Mana ko'ryapsiz qanday bug'doylar yaralyapti.